O'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi-yu bir kuni nogahon nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab, ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt o'tkazayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga qarashayotgan tutib, yonida kuymalana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshi-da deb javob